Salom do'stlar, sizlar bilan men Sobirjon. Bugungi videoda OneBlockning ikkinchi qismi. Bu videoda yana olmos topishga harakat qilib ko'ramiz. Qani unda like va obunachi tugmasini bosib tashlanglar. Videoni boshlashdan oldin yaxshilab joylashib oling. Bugun agar mana shu videodan 1000 ta like qilsa, 3-qism chiqaraman. Qani unda boshlaylik. Hozir Minecraftga kirib olsin. Mana boshladik. O'tgangi qismda men mana shunchalik narsa qildim, ozgina bo'lsa. Mana o'yinchoq oldim. Endi hozir shuncha mehnat uchun like va obuna tugmasini bosib qo'ying, chunki men yoz oxirigacha 1000 ta bo'lishim kerak. Buning uchun sizlarning yordamingiz kerak bo'ladi do'stlar. Xo'sh, mana kattalashtirib oldik. Ana endi like blokni sindiramiz. Bu mana sizlar. Bu bizga kerakli narsalar. Uzr, reklama. Hozir internet o'chirib qo'yaman. Endi chiqmas. Hop, topdim. Buni berga, buni esa berga. Xo'sh, mana endi bularni tashlab yubordi. Hamma lava, suv yaxshi. Hozir X ni bosib olishim kerak. Endi ana o'yinchoqni ham yana yo'qotamiz. Ana shu o'yinchoqni ochishni bilmadim mana. Stitch ekan. Bu olti Steve. Hiç ruda düşmedi. Hiç olmazsa kömür ham tushgan. Mana o'lja. Bitta zarba o'ldi. O yaxshi. Endi xalta yasasak ham bo'la beradi. Sandiqlardan hozircha yaxshi narsalar tushyapti. Kim mana shu Minecraftni o'ynamoqchi bo'lsa, men videoni oxirida buni o'rgatib ketaman. Cheat bo'lsin ham o'rgatib ketaman. Shuning uchun ham shuncha harakat uchun like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Ana endi bo'rivachchilik, itvachchilik ham tushar ekan. Hop, mana reklama. Shu yo'qotamiz. Pretty eagle. Sindiramiz. Va nihoyat birinchi ko'mir. Ko'mir olishimiz bilan kirkamiz sindi. Nima uchun ham toshli davrga o'tishni to'xtab turaylik. Shuni qilib bitta taxtani yasab olay. Taxtdan chiqib ketdi. Bitta olamiz. Baqa emas. Hop. Mana bu ikkovini bu yoqqa qo'yib turib, shuni qilsak biz kirka. Hop, uni kirka bilan chopamiz. Kavlaymiz. Hoppa, mana yana bitta ko'mir. Shuni mashina yasab oraylik shu joyga. 8 dona mashina. 8 donadan har bir burchakka qo'yib chiqamiz, yorug'roq bo'lish uchun. Mana 4 burchak. Hoppa. Yetadi, kavlaymiz. O'tsin. Ana yaramas. Ana tulki bashara. Ko'rga qaragan chiqdi, tulki ham chiqdi. Yonimda yovozga yetib borib bermaysizlar. Biratishgan. Qo'ydot.
Qo'rqib ketdim. Xo'sh, mana buni kavlaymiz. Yana shu. Voy, chalib qoldim. Ko'chada mashina kelyapti. Ovoz eshitilib turadi. Derazani oldida o'ynayaptim, shuning uchun uzr. Aynan mana shu ko'chaga buriladi bular. O'sadi. Yana bitta o'yinchoq. Yana bitta bu. Endi o'yinchoq olamiz. Va mana bu yerga to'plamni qo'yamiz. Bu kim ekan? Sasuke. Sassiq. O, yaxshi, yaxshi. Men kavlaymiz. Do'stlar, hamma video 11 minutdan ko'p bo'lmaydi, chunki mening unchalik ko'p vaqtim yo'q. Chunki men hozir musobaqalarim bor, shularga ketishim kerak. Keyingi video naq ertaga chiqishi aniq. Men javob beraman sizlarga. Do'stlar, shuning uchun ertagacha 1000 ta like yig'ib tashlasalaring, men sizlardan juda ham xursand bo'lardim. Agar like bo'lmasa ertagacha mayli bir marta kechiraman, lekin keyingi safariga yig'ib berasizlar. Agar like qilasizlar, aktiv bo'lib likelarni yig'ib tashlasanglar, har kuni video chiqaraman xudo xohlasa. Shuning uchun ham hozirroq like bosing va kanalga obuna bo'ling. Shuni bo'ldi. Hamma almashtiraverib jonga deydi xullasda. Keyingi qismlarda men javob beraman, qiziqarli bo'lishiga harakat qilamiz. Agar sizlar mana 5 ta qism olaman, 5 ta qismdan keyin aktiv bo'lib 1000 ta obunachi yig'sak, men bu o'yinga yangi sherif qo'shaman. Ya'ni Azimjon ukajonimni. Shuning uchun biz ham oltin knop, biz ham shu youtuberlarga o'xshab knopka olaylik, ilohim. Sizlar yordam bersalaring, knopkani kesini ham knopkadan million to'la olaymiz agar do'stlar sizlar yordam bersalaring. Shuning uchun ham hozirroq like bosing va obuna bo'ling. Va shu joyga qichiq reklama chiqib qoldi. Yechishga majburmiz. Qichiq. 20 sekund yechib men. Mana X olamiz. Xo'p, buni bu yerga qo'yamiz. Buni ham solamiz do'stlar, buni bu yerga. Xo'p. Xo'p, mayli, olma bilan go'sht turib, ustini yeyorgan, xom go'sht bo'lsam yeyaveramiz. Farqi yo'q. Taxta bu. O'yinchoqni ham to'plamga qo'shib qo'yamiz agar hozir. Hop, buni bu yerga olsak, ana buni buzamiz. Hop, bu ikkita o'yinchoqni bitta zarargan-ku. Mana shuni olib qo'yamiz. Qichiq bo'ldi mana. Qichig'idan. Hop. Mana. Ana. Tushib ketdi uzr. Men o'ylaymanki 2 kishi bo'lsak bu qiziqarli bo'ladi. Shuning uchun ham tezroq like'larni yig'ib bering. Men esa sizlarga videolarni yig'ib topshiraman. Ay, yaramas. Ana. Divan kravat yasaveramiz shu joyiga. Kravatni iti. Nima deysizlar deba. Kravatni itini yasaymiz hozir. Bu o'rali, buni bu so'rali. Ham solali, buni ham solish kerak, buni ham. Buni bega. Buni bega. Begab turamizda, buni ham begab turamiz. Ana. Xo'sh, shu joyda verstani chiroyliligini qaranglar. Shuncha mod qo'shdim. Bugatti modini ham qo'shganman. Agar
like mana shu qism Lucky Block'ni tugatsa, yana Ender Dragon'ni mag'lub qilsak, yangi boshqacha videolarni ham chiqaraman. Ya'ni Bugatti Chiron'ni kim birinchi topish musobaqasini. Agar sizlar mana shuni aktiv qilib tursanglar, men shu videoni chiqaraman. Vay, yana ko'mir. Ko'mirdan mana uxlayversamchi hozir. Mana ikki xil ishlab turadi-da. Xo'sh. Xo'sh. Mana yana chopamiz. Ay. Ya, itvachcha. Aslan, yo'qol. Bolta ham sindi. Ya'ni boltamni kuchi tugadi va shu joyga videoni ham tugatamiz do'stlar. Bugun videoda sizlar mazza qildingiz deb umid qilaman. Shuning uchun ham keyingi videogacha xayr, omon bo'ling.